Xotinjon, sovg'am yo'qdimi? Ayolimga degan yozuv qani? Yo'q, xotin, u kibr bo'ladi. Nima keragi bor? Balki Adijonga olgandirsiz. Dadamga, akamga olmayman. Ularning pravasi bor-ku. Hozir pravasi yo'q odamga mashinani olib, o'zi hayda yurish moda bo'lgan. Soxta obro'y, xotinjon. Xotinjon, ke. Men haydash bilmayman-ku. O'rgataman nima? Demakki, bu mashina xuddi oiladagi gap. Har bitta detalning o'zining vazifasi bor. O'sha vazifalarni joy-joyida qiladigan bo'lsang, mashina ham ravon yuradi, oilamiz ham bir tekis har xil qurchonqirlardan to'g'ri o'tadi. Tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p, tushuntirishni boshlayman. Birinchisi, mana bu xavfsizlik kamari. Bu ko'chadagi g'iybatlardan, har xil gap so'zlardan o'zini himoya qilish uchun. Mana bu gaz tormoz. Bu oiladagi kattalarning nasihatini eshitib, vaqtida gazini bosib, kerak paytda tormozni bosish uchun. Tushunarlimi? Tushundim. Mana bu skorichak. Bu san. Voy, mashinada mana bor ekan. Man topib kelayotgan daromadlarni joy-joyida tejab tergab ishlatadigan bo'lsang, D ga turadi. Ya'ni bu dollar degani. Shunda bizning ro'zg'orimiz oldinga qarab yuradi. Ko'ryapsanmi? Ha. San pullar